Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va sitrus ko'chatlari ishqibozlari. Mana bugun biz parnigimizni ko'chirishni boshladik. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Ko'chatlarimiz sifatiga va bo'y-baslariga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa sog' salomat eson-omon qishlardan olib chiqib oldik. Mana endi sovuq kunlar o'tib, mana uje yangi baklarni chiqarishni boshladi ko'chatlarimiz. Mana uje gullashga ham kelib qoldi. Ko'chirilgan holatlarni ham bir ko'rib o'tishlaring mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Mana o'zlaring ko'rib bir baho berasizlar ko'chatimiz sifatiga. Kim limon bog' qilaman desa, sitrus ko'chatlarga qiziqsa, telefon nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana ko'chatlarimizning holatlari, sifati. Bir o'zinglar baho berasizlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, 15 mingdan 25 minggacha sotilyapti. Holatiga, bo'y-bastiga, sifatiga qarab kelishiladi. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilishlari mumkin.